Prostatiti bor erkaklar diqqatiga, uy sharoitida yana bitta usul. 2 osh qoshiqdan yana piyozni siqib olingan suvni asalga aralashtirib, ovqatdan oldin ertalab iching va kechqurun iching. Tushundingizmi? 2 osh qoshiqdan piyozni soki, siqilgan sok. Tushundingizmi? Вообще bo'lasiz. Ishonavering, prostatit. Bir oy qiling shuni. Qarang, qurtdan ham xalos bo'lasiz. Qurtdan ham. Вообще kasal bo'lmaysiz. Yana keyin ichingizda organizm hamma ketadi. Вообще yirtilib ketadi. Aytayman, bo'lasiz. Ishonavering, tushundingizmi? Hopdeng. Хорошо. Undan keyin spirtovoy nastoyka. Piyozni to'g'rang, tak to'g'rab taylab, shishani ichiga yarim qilib soling, ustidan spirt qo'ying. Spirt aytib qo'yay. Iching demayman sizga. Spirt qo'ying, 10 kunga olib qo'ying, oyoq, qo'l, bel og'rigan payt surting. Tushundingizmi? Atak tomchilab, choy qoshiqlab suvga aralashtirib ertalab kechqurun ichsangiz, u ham ich qotganda ko'zini o'yadi вообще. Qurtlarni tushiradi, organizmni tozalaydi. Tushundingizmi? Spirt ichish kayf uchun emas. Ana negativlar, gemoroy chiqqan negativlar uchun aytyapman. Sog'lik uchun tomchilab ichsa bo'ladi. Qayerga borsangiz boring. Tushundingizmi? Xolos erkaklar, prostata shamolladimi yana bitta usul. Piyoz sokini iching. Osh qoshiqlab, 2 osh qoshiqdan 2 mahal. Bo'pti, boring qiling.